Salom do'stlar, gaplar tuzib ingliz tilini o'rganishni boshlaymiz va birinchi gapimizda I like playing cricket. Great work. Yaxshi, ya'ni men kriket o'ynashni yaxshi ko'raman. Keyingi gapimiz get up. Impressive. Tur o'rningdan degani. Xo'p, she has four brothers and sisters. You rule. Ya'ni uni 4 ta akalari va opalari bor. Keyingisi demak Sarah likes swimming on sunny days. Brilliant. Ya'ni Sarah issiq kunlarda, quyoshli kunlarda suzishni yaxshi ko'radi. Keyingi gapimizda he came to my office. Magnificent. Ya'ni u meni ofisimga keldi degani.